Taliya Xalaba o'zbekmi? Kim o'zi Taliya Xalaba? So'raydi. Ha, o'zi aslida o'zbekman. Buni ko'rdilaringiz. Onamni ham ko'rdilaringiz. Ismim Tabassum. O'zbekcha ismim Tabassum bo'lgan. Haligacha ham Tabassum. Pasportda Tabassum yozilgan. Taliya ism qo'shimcha ism sifatida qo'shilgan. Ismimni chet elda aytisholmagan. Hamma Tabassum, Tabaksum, Tabassum juda xunuk aytishar edi-da ismimni. Keyin man tushuntiraverardim. Yo'q, bunaqa emas, mana bunaqa, mana bunaqa deb tushuntirsam ham aytolmas edi. Keyin endi man 25 yildan buyon chet elda yashayman. Oradan bir 5-6 yil o'tgandan keyin charchadim. Shu qadar buzib etishlaridan charchadim, chaqirishlaridan meni. Keyin borib ular menga laqab qo'yishdi. Ya'ni Tamara deb qo'yishdi. Yana nimadir ko'proq yevropizirованный qilib laqablar qo'yishdi. Boshladim, aytdim, to'xtanglar bo'lmasam dedim. Agarda sizlar menga laqab qo'yadigan bo'lsalaring dedim, unda man o'zim tanlab, bilib, u nima ekanligini tagiga, ya'ni o'sha ism nima ekanligini, masalan, tabassumni bilaman nima ekanligini, qaysi ma'noni anglatishini bilaman. Demak, men o'sha osonlashtirilgan ismni ham ma'nosini tushunib yetishim kerak. Unda men o'zim tanlayman va keyin sizlarga aytaman deb ism tanlashim ham ko'p vaqt oldi. Bir 3 yilga yaqin vaqt oldi. Bir kuni o'qishga borgandim, bitta ustozda o'qirdim chet elda. Ustoz ham ismimni aytolmas edi. Menga aytmasan dedi, Taliya deb chaqiray dedi. Lekin nima degani u dedim. To'xta, men bu yoqqa o'tir, men senga tushuntiraman dedi. Juda rivojlangan katta ustoz. Taliya degan so'z bu harfma-harf tarjima qilinadi va har bitta harfi qaysidir ma'noni anglatadi dedi. Xo'p dedim, nima ma'noni anglatadi desam, shunda tushuntirdi. Qalbi toza, Allohning elchisi degan ma'nosini anglatadi. Shunda eshitdim. Aytdi, sen dedi doim dedi nimalarnidir odamlarga o'rgatasan-ku dedi. Shuning uchun dedi bu ism senga juda ham to'g'ri keladi dedi. Qalbi toza, Allohning kalomini yetkazadigan odam deb tarjima qilinadi. Senga to'g'ri keladi bu ism, men his qilyapman dedi. Keyin men haligini eshitdim-da, menga yoqib qoldi. Tarjimasi juda yoqdi menga. Keyin aytdim, bo'ldi dedim. Bir haftadan keyin borib pasportimga qo'shimcha ism qo'shtirib keldim. Ya'ni Tabassum yonida Taliya. Familiyam esa turmush o'rtog'imniki. Xalaba bu familiya, turmush o'rtog'imniki. Bu iroqliklarni familiyasi. Turmush o'rtog'im Iroqdan o'zi aslida. Ayol kishi turmushga chiqqandan keyin uni familiyasi turmush o'rtog'inikiga o'zgarar ekan. Xuddi shunday meniki ham o'zgargan.